firibgarlar ham ko'payib ketgan. Bizning firmamiz nomimizdan, ya'ni Andijonda yaqinda bo'lgan voqea, mana masalan mana shu bahorda bo'ldi. Ha, shu 2 oydan beri pul to'lamayapti davlat, shularga qo'ymanglar deganlar ham chiqdi. Bu ko'pchilik orasida gap yuribdi, shu qo'yilgan joyini o'ziga kompaniyalar ko'p. To'g'ri. Bunaqa kompaniyalar ko'p, arzonlarini ko'rdim, boshqa. Gaz yana bilan qishga 20%, ya'ni 20% kamroq berilar ekan. Bu degani yana muammo bo'ladi. Shu agar shu 1.200.000 shkalaga sizniki uyingizni yer solig'ini to'layotgan pulingiz tushsa, siz soliq to'lamaysiz. Pul to'lamadi yoradi bir oy. Kech qoldi. To'lovlari gap so'z bo'ldi. Siz nima gibrid o'rnatdingiz? Solar Pro kompaniyasini 1 yildan beri men kuzataman. Kuzatib, ishlarini ko'rib, hammasini qayerda qanaqa bo'lyapti, kim bilan gaplashyapsizlar, qanaqa aloqa bo'lyapti, shularni hammasini ko'rib turib. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana 3-iyul kuni 2026-yil yozda qoq o'rtasida turibmiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Vodil shaharchasidamiz, Yoshlar-Oboddamiz. Yoshlar-Obodda hozirgi zamon talablariga mos ravishda talablarga asosan biz gibrid stansiya, quyosh panel stansiyasini o'rnatib berganmiz. Ya'ni Lonji Haymo 2 so'm bilan gibrid stansiyaning eng mukammal tizimini o'rnatib berdik. Hozir biz uyda egasini bilan bir o'zimiz muloqotga keldik, bir qator hol-ahvol so'rab va syomkaga iltimos qildik, bir qator o'zini fikrini munosabatlarini bildirsin deb. Sho'gataga assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar xonadonimizga. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Mikrofonlarni endi qo'yib, nima qilib qo'ydik, bir qator endi baribir ovoz yaxshiroq eshitilishi uchun endi akaning o'zini samimiy fikrlari baribir bizni xalqimiz ko'rib turadi, obunachilarimiz ko'rib turadi. Sho'gataga shuning bari o'zi samimiy, o'zingizni xolisona fikringiz kerak. Bizni firmamiz to'g'risida qilinayotgan ishlar bo'yicha, stansiya bo'yicha nimalarga e'tibor berish kerak, shularni bir qator aytib qo'ysangiz, fikringizni bildirsangiz, juda xursand bo'lardim. Bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga YouTube kuzatuvchilari. Biz bu kompaniyani Solar Pro kompaniyasini 1 yildan beri men kuzataman. Kuzatib, ishlarini ko'rib, hammasini qayerda qanaqa bo'lyapti, kim bilan gaplashyapsizlar, qanaqa aloqa bo'lyapti, shularni hammasini ko'rib turib, kompaniyalar ko'p. To'g'ri. Bunaqa kompaniyalar ko'p, arzonlarini ko'rdim, boshqa qildim, lekin ko'nglim chopmadi. Ko'nglim chopmagani hisobiga men ishlarga nima qildim, aloqaga chiqishga harakat qildim. Mana Xudoga shukr aloqaga chiqib, shu chiqqanimizga bir 15-20 kun bo'ldi shekilli. Shu jarayon ichida shular kelishib, bir pasda qo'yishib, ishchilar kelishdi, birinchi tepalarni to'g'irlashib, montajlarni qilib, panellarni qo'yib, keyin orqasidan mana Asadbek keldi, injenerlari, Oybekjon o'zi kontrol qilib turdi hamma narsani. Shu bilan keyin qo'yib, bir haftaning ichida hammasini to'g'irlab ketishdi. Shu kompaniyaga rahmat aytaman. Endi demoqchi bo'lganimki, buni instruksiya qilganlarga, konstruktori Farhodjonga, keyin Shafoatxon bor ekan nimada, kompaniyani yurg'izgan nimalarini sotuvchisi, kompaniyaning boshlig'i Oybekjonga, skladdagi Oybekjonga, keyin mana eng nima glavniysi Asadbekga katta rahmat aytaman. Ishlariga omad tilayman. Bunaqangi kompaniyalar ko'paysin. Ularning ishiga men 100% javob beraman, chunki mana boshimdan o'tdi. Hozir men 20 kilovatlik panel o'rnatganman, gibrid, akkumulyatorlik. Hozir mana xonadonimda svetlar o'chadi, boshqa bo'ladi, men bilmayman ham, boshqa ham qilmayman shunga. Endi Sho'kataka, hozir mana qarang, siz hozir eng mukammal tizimda o'rnatdingiz-da. Gibridni ham siz ofisga borganimizda tushuntirganmiz. Gibridni ham masalan, invertorlarini $400 bor, masalan, $3000 bor. Hozir akamiz eng mukammalini o'rnatib bering dedi. Kelajakda deylik, mana hozir gaz ham muammo bo'lyapti, xabaringiz bo'lsa, gaz yana bilan qishga 20%, ya'ni 20% kamroq berilar ekan. Bu degani yana muammo bo'ladi. Endi iloji yo'q, odamlar shu elektrga yoki bir boshqa narsalarga alternativ narsalarga o'tadi. Shu sababli biz ham kelajakda shuni niyat qilyapmiz. Endi bari elektrga bo'lgan talab oshadi. Oshganligi uchun on-grid qo'yayotganlarga diqqatiga, ya'ni sityevoy sistema qilayotganlar diqqatiga albatta gibrid sistemaga sekin-sekin o'tishimiz kerak. Sho'kat aka, mana hozir biz ofisimizdan sizga mana tayyor dokumentlarni olib kelganmiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana shu mahsulotga mana siz eng mukammalini o'rnatdingiz. Kelishganimizda mana 20 kilovatlik Neo versiyasi, 16 kilovat litli akkumulyatorlik, mana seriyalar yozilgan.
bittadan shtuka ega mana 10 yilga garantiyasi bor. Bu ofitsialniy dillerda garantiyasi. Garantiya. Mana u o'zimizni kafolat xatlarimiz. Bu mana soliqqa sizga prezident qarori bor. Prezident qaroriga asosan yer va mulk solig'idan 10 yilgacha gibrid sistema qo'ysangiz ozod bo'lasiz. Faqat bu akkumulyatorli gibrid sistemalarga tegishli. Agar siz sityevoy qo'yadigan bo'lsangiz 3 yilga. Buni hali ko'pchilik soliqlarga borsa biz bilmaymiz deganlar bor. Shunaqalar holatlar bo'lyapti. Biz respublika bo'yicha yuribmiz. Shuning uchun biz mana именно prezidentni mana 16-fevral 2023-yilgi 57-sonli qarorga asosan qaysi nimalarga mana jismoniy shaxslarga mol, mulk va yer solig'iga imtiyoz berish bo'yicha biz mana tushuntirish bo'yicha shu xatni beryapmiz. Soliq idoralariga borib taqdim qilsa aniqroq bo'ladi. Bu yerda 10 yilga yer va mol mulk solig'idan ozod bo'ladi. Keyingisi mana shartnomamiz. Shartnomamiz ham bor. Hamma yo'q hujjatlar joyida. Mana sizga ofitsial beryapmiz. Bemalol o'zingizga saqlab qo'yasiz. Kelajakda zarur bo'lishi mumkin. Endi mazkur savolim bor edi. Bemalol. YouTube kuzatuvchilari ham shu savolni nima javobini olishlarini xohlasa kerak. Mana 10 yillik deganimizni nalogdan ozod bo'ladiganingiz bu ko'pchilik orasida gap yuribdi. Shu qo'yilgan joyini o'ziga deyilyapti. Uyda hammasiga emas degan gap bor. Shularga ham bir nima berib ketsangiz. To'g'ri, shunaqa masala bor. Oldin birinchi quyosh panellari o'rnatilishi boshlanganda 2021-2022-yillarda qarorlar chiqqan. O'sha qarorlarda faqat o'rnatilgan hududga degan masala ko'rsatilgan. Unda hozir vaziyat o'zgargan. Prezident 2023-yilda yangi qaror chiqargan. Bunda ya'ni yer solig'iga 1 minimal oklad, ya'ni eng kam ish haqi naqasi bilan 412 ming o'shuncha atrofda adashmasam. Mulk solig'iga 2 barobar. Ya'ni 800 qancha ming bo'ladi. Jami qo'shilganingizda 1 million 200 ming atrofida bo'ladi. Shu agar shu 1 million 200 ming shkalaga sizga uyingiz yer solig'i, mulk solig'i to'layotgan pulingiz tushsa, siz soliq to'lamaysiz. Tushunarli. Deylik sizga 1,5 million bo'lsa, 300 ming qo'shimcha soliq to'laysiz. Shuna bo'lib, shu asnoda ya'ni o'rnatilgan joyiga emas, butun hovliga, uyga beradi. Lekin yuridik shaxslarga boshqacha, yuridik shaxslarga faqat o'rnatilgan joyiga beradi, xolos. Bu jismoniy shaxslarga. Bu jismoniy shaxslarga tegishli. Bu savol to'g'ri berdingiz. Obunachilarimizga, ko'rayotganlarga anchalik kerakli ma'lumot bo'lib hisoblanadi. Pul to'lamadi yoradi, bir oy kech qoldi. To'lovlari, gap so'z bo'ldi. Siz nima gibrid o'rnatdingiz? To'g'ri, uni ham yaqinda eshitdim, chunki meni boshimga tushmagan edi ungacha. To'la nima sotmagan edim, o'shancha bilganim yo'q edi, lekin eshitdim. Ijtimoiy tarmoqlarda shu 2 oydan beri pul to'lamayapti davlat, shularga qo'ymanglar deganlar ham chiqdi. Lekin men unga quloq solganim yo'q, to'g'risi, sababi menga shu narsa kerak, o'zim ehtiyojim uchun o'shani qo'ydirdim men. Gibrid o'rnatganim sababiki shu men to'lash, sotishdan ham afzal o'zimni ehtiyojim uchun gibrid o'rnatdim. Chunki Angir sistemada u svet o'chsa, menda ham svet o'char ekan. O'shani hisobiga men akkumulyatorli qildirib, gibrid degan akkumulyator ekan, o'zimga o'xshaganlar borda ichkari. Shu tomosha qilib turganlar tushunmaydi. O'shaning uchun gibrid degan akkumulyator o'rnattirdim. Iloji boricha katta nimasidan o'rnatdim, sababi ertaga ehtiyojimda bemalol ishlatishimga to'g'ri keladi. Ayniqsa qishda. Yana e'tibor beradigan joyi bor. Bu Solix kompaniyasini gibrid invertori bilan litiy akkumulyatori ikkalasini barobar o'rnatsangiz, mana invertor bilan akkumulyator birdaniga o'rnatsangiz 10 yilga garantiya beriladi ofitsialniy. Alohida bo'lgan holatda bo'lsa, masalan, faqat invertorni qo'ydingiz deylik 5 yilga. Ikkalasini birdaniga qo'yilsa 10 yilga garantiya beriladi. Shuni e'tiborga olib, Shukat aka shu eng mukammal tizimini tanlaylikda hozir O'zbekistonda nomer 1. Shu YouTube kuzatuvchilariga yana bir narsani aytamanki, agar imkonlaring bo'lsa, kelib korxona idoralariga kelib o'zlari bilan bir qator hammasini surishtirsalaring, boshqa qilsalaring, hammasini tushuntirib berishar ekan. Sizga qanaqa udobniy, bular o'zlari uchun nima qilmasdan shu klient uchun talashishar ekan har doim. Bularda o'zlarining distributionsi bor ekan, o'zlari javob berar ekan har doim. Shu Asadbek o'zini nimasida, sistemasida tekshirib nimalar tekshirib turar ekan. Suv qanaqa kiryapti, tok qanaqa chiqib ketyapti, hammalarga javob berar ekan. To'g'ri, bu masalada bizni korxonamizda nimasi qulay degan joyiga
bizda injener bor, ikkita injener biriktirilgan, ikkalasi ham monitoring servis xizmatlarini ko'rsatib turadi. Bundan tashqari biz unikal, ya'ni dostуп olganmiz, Xitoydan dostуп bor. Ya'ni sizdagi uyingizdagi ya'ni напряжениялari, tarmoqdagi o'zgarishlarni biz nazorat qilamiz. Tushib ketsa, shuni invertorda sizga moslashtirib beramiz, ko'tarilib ketsa ham moslashtirib beramiz. Ya'ni masofadan turib sizga qulaylik qilib, qulay sharoit qilib beramiz. Shu ma'noda bizda monitoring va servis xizmati mukammal darajada yo'lga qo'yilgan. O'zimizning servis markazimiz. Men убедиться qildim bunga. Shu o'zimizning servis markaz, shu sababli bemalol ishonchli kompaniyalarda tanlab, lekin bizda qo'yasizlarmi, boshqasida qo'yasizlarmi, lekin shularga e'tibor beringlar. Albatta monitoring sistemasi, servisni o'zini servisi bo'lsin. Keyin albatta qo'ygan joylari oldingi o'ziflarini bir qator ko'rib, qo'ygan joylarni o'rganib chiqinglar. Mijozlarda ijobiy o'zifi, ya'ni ijobiy fikri albatta bo'lishi kerak. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Yaqinda bir masalani sizlarga olib chiqamiz. Firibgarlar ham ko'payib ketgan. Bizning firmamiz nomimizdan, ya'ni Andijonda yaqinda bo'lgan voqea, mana masalan, mana shu bahorda bo'ldi. Firmamiz nomidan boshqa odamlar chiqib, Toshkentlik ekan, Toshkentning qaysidir tumanidan shu odamlar biz nomimizdan kelib pul olib ketishibdi, naqd pul. Ular hozir 0.2 qilib bering dedik. Nimaga? Ichki ishlarga hozir tergovda. Shu sababli ehtiyot bo'linglar, firibgarlar ko'p. Ushbu xonadonimizga qanday sistemalardan foydalandik? Mana hozir injenerimizga so'z navbatini beraman. Sizlarga to'liq tushuntirib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bu Shavkat akaning xonadonlariga 20 kilovatlik low voltage X3 Neo gibrid invertorlari qo'yilgan. Bundan tashqari akkumulyatorlarimiz 16 kilovatlik litiy железо fosfatli 8000 siklga mo'ljallangan akkumulyator o'rnatilgan. Aynan uyda yerto'la qismiga qo'yilganligi sababi turli xil tashqarida temperaturani birdan oshib ketishi yoki tushib ketishi bu invertorimiz va akkumulyatorimizga zararli, ayniqsa akkumulyatorga zararli. Shuning uchun temperaturasi stabil bo'lgan xonaga qo'yilgan va shamollatish ham batda ham yaxshi, ham yozda salqin bo'ladi. Ya'ni invertorda oshiqcha qizib energiya yo'qotishlarini biz oldin olgan bo'lamiz. Qishda bo'lsa tezda kechga borib turib, kechki paytda tez temperaturani o'ynashini oldin olamiz. Sababi invertorimiz ishlaganda ozgina issiqlik chiqarib, batda xonaning haroratini normal ushlaydi. Endi himoya shitimizga kelsak, ishonchli DC avtomatlar chaqmoqqa qarshi, kuchlanish sakrashlarga qarshi uzib, AC/DC taraflari ham qo'yilgan. Kuchlanishimizni xonadonlar egasini kuzatib turish uchun bemalol voltmetrlarni ham qo'yib qo'yganmiz. Siz issiqlik nasos qo'yadigan bo'lsangiz, sizga shu maxsus chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa. Issiqlik nasoslarini ham davri kelyapti, sababi Xitoyda mana dunyo bo'yicha zero karbon degan narsa bor. Siz ham eshitgansiz, mana Yevropada bo'lgansiz. Zero karbon, ya'ni bu siz tashqariga karbonat angidrid chiqarmaysiz. Bu degani sizga tashqariga zararli moddalar chiqarilmaydi. Bu uy, ya'ni uyingizda elektromobil bo'ladi, uyingizda elektr bilan ham ta'minlangan bo'ladi. Isitish tizimi ham elektrda, sovutish tizimi ham elektrda, hamma yo'g'ingizda, ya'ni siz tashqariga ko'mirdan yoki boshqa narsalardan foydalanmaysiz, o'tindan yoki tabiiy resurslardan foydalanmasdan, ya'ni zero karbon degan bosqichga o'tyapti. Ya'ni jahon texnologiyasi, jahondagi ketayotgan tendensiyalar shunga qarab ketyapti hozir. Shunga siz xudo xolasa men shuni sizlarga aytdim, bu to'g'risida ham keyingi yilga xudo xolasa o'sha nimadan qo'ydiramiz, chunki o'sha sistemaga o'tamiz deb. Xudo xolasa. Endi mana sekin-sekin rivojlanyapti, O'zbekiston kirib ketdi. To'g'rimi bu narsa? Shu endi sekin-sekin biz ham shunga harakat qilamiz. Shuning uchun endi har xil situatsiya bo'lar ekan bu dunyoda. Aziz YouTube kuzatuvchilari, sababi o'zimiz ham misol qilib aytgan, cho'ntagimizda pul bo'ladi yo pul bo'lmay qoladi. Shuni singari davlatda ham shunaqa uzilish bo'lib turar ekan. Endi bunga panika qilishni menimcha hojati yo'q deb o'ylayman. To'g'ri fikringiz. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatayotganlar, bemalol bizga murojaat qilinglar. Telefon nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Qanaqadir tushunmovchiliklar, bir savollaring bo'lsa, bizni call centerlarimiz, sotuvchilarimiz doimo tayyor. Bundan tashqari monitoring, servis komandamiz bor. Bemalol bizga murojaat qilinglar. Ofisimiz Farg'ona shahrida joylashgan.
skladlarimizda yuklarimiz bor. Bemalol respublika bo'yicha biz xizmat ko'rsata olamiz. Agar siz shu kabi foydali ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni sahifamizga obuna bo'linglar, bizni kuzatib turinglar va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizga ham katta rahmat. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar aka. Rahmat. Daveriyaga kirib shunchalik nima qilish oson emas. Bo'ldi, rahmat Bu aka. hammaga ham bas. Bu rahmat, ijobiy mehnatlaringizga fikrlaringiz rozi albatta bo'linglar. bizga kerak. Biz xudo xolasa Ilohim doim kuchayinglar monitoringda sizlar, ko'ramiz, ha, sizlarni kuchayinglar. kuzatib turamiz, birga hamkorlikda ishlaymiz, yangi Ilohim loyihalar xohlasa. qilamiz. Xudo xohlasa. Rahmat aka. Salomat